Bilganinglardek, shokolad sexiga kelganmiz. Bu yer Toshkentda yangi ochilgan konditerskiy sex bo'lib, sizning ham konditerskiy sexingiz bo'lsa, yo bo'lmasa yangi konditerskiy sex ochmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Konditerskiy sexga qanaqangi jihozlar kerak bo'lishini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib, bu yerda stelaj joylashtirilgan. Bu yerda stelajga o'zi kerakli anjomlarni, jihozlarni joylashtirish uchun. Bu tomonda esa shokolad sexi uchun kerakli bo'lgan jihozlar оборудование qo'yilgan va bu jihozlarni qo'yish uchun, joylash uchun Faiz Nejivka kompaniyasi tomonidan stol qilib berilgan. Endi asosiy ish tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingizdek, stelaj, podnoslarga tayyor bo'lgan shokoladlarni joylashtirib olib kelinadi va bu stolimizda ishchilar o'sha tayyor shokoladlarni upakovka qilib qadoqlashadi. Bu ish stoli 430-markali pishvoy Nejivkadan tayyorlangan. Bu tomonda esa холодильник bilan upakovka qilish uchun uskuna joylashtirilgan. Bu burchagimizga esa moyka qilib berilgan. Moykamizni ko'rib tursanglar bo'ladi. O'zlarining xohishlariga ko'ra razmerlarini o'zlari istagandek individual tarzda shunaqangi katta qilib tayyorlab berilgan. Bu yerda yuvib chiqilgan idishlarni quritish uchun esa stilaj sushilkaga qo'yiladi, joylashtiriladi. Bu tomonimizda esa asosiy 360 gradusli ish stoli qilib berilgan. Bu stolning ustini esa o'zlari istagandek xohishlaridan kelib chiqqan holda ustini toshdan qilib berilgan. Va tayyor mahsulotlarni, o'sha upakovka qilinib bo'lgan mahsulotlarni tashish uchun cheleshka tayyorlangan. Agar siz ham konditerskiy sex ochmoqchi bo'lsangiz, qanaqa jihozlar kerak bo'lishini ko'rsatib o'tdim va sizga ham shunaqangi sifatli bo'lgan Nejivkadan jihozlar kerak bo'lsa, Faiz Nejivkaga murojaat qiling.